har bir sohaga alohida e'tibor berib, yangi O'zbekistonimizda qilgan hamma harakatlarimiz o'zini natijasini beryapti. Qaysi tarmoq qanday ishlab chiqarish zanjiri bo'lmasin, hammasi albatta shubhasiz ximiyaga bog'liq. O'tgan davrda sohaga 8 milliard 300 million dollarlik investitsiyalar kirib keldi. 87 ta yirik quvvatlar ishga tushdi. Bu orqali iqtisodiyot tarmoqlarida minglab yangi turdagi mahsulotlar ishlab chiqarish uchun zarur xomashyo bazasi yaratildi. Agar tadbirkorlarga sharoit yaratib berib, ipoteka sanoatini rivojlantirib, infrastrukturani qilib bersak, ular yangi texnologiyalar bilan, ilm vakillari bilan ishlab, juda katta loyihalar qilsa bo'ladi.